Assalomu alaykum azizlar kuzatuvchilari. Biz sizlar bilan choylar haqida gaplashamiz. Choylarimiz o'ta yaxshilari kelgan. Bularimiz ko'k choyimiz bo'ladi. Yosh katta odamlarga o'ta mos tushadigan choy. Chempion choylar bo'ladi. Bu 1 kiloligi. Xohlasalar yengilroqlari ham bor. Ozrog'i ichib ko'rgan, proba qilgani. Mana aromatli choylarimizdan ham kelgan. Qorasi, ko'ki, mana uni sovorsalang svejiga o'xshab qoladi. O'ta ham zo'r bo'ladi. Mana bir bog'lamli choylarimiz bor, bir martalik, bir damlamli choylarimiz bor. O'ta ham zo'r. Bir donadan bo'ladi mana. Xohlasalar mana shuni jasminligi ham bor. Jasminli oluvchilarga bu ham bir damlamli bo'ladi. Bu ham zo'r bo'ladi. Damlaganlaringda maza qilib ichasizlar. Keyin karak choyimiz bor. Karak choyimiz bitta stakanga damlanadi. Buni o'z ishqibozlari ko'p bo'ladi. Bu do'konimizda bor. Xohlasalar mana bir bog'lamligi ham bor. Mana shular bir bog'lami. Bir bog'lami 15 ming so'm turmaydi. Yana bunaqa aromatli choylarimiz bor. Bu ham o'ta ham zo'r, mazasi ham shirin bo'ladi. Damlaganlaringda o'ta ham maza qilib ichasizlar choyni. Choy ichganday bo'lasizlar. Mana ham boshqachasi. Bu ham aromatli. Novot sovorsalar yana ham zo'r bo'ladi. Mana bu vinogradli ko'k choy. Buni ko'ki qorasi bor. Bu ham zo'r. Ichganda maza qilib ichasizlar. Har xillaridan bor, keltirilgan. Manzilimiz so'raganlar uchun Qo'qon shahri Yangi Chorsu mavzesida Mazali Tam do'koniga murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud.